Moliyaviy sohada eng qimmat narsa bu ishonch. Sizning kartalaringiz, ma'lumotlaringiz hammasi sir tutilishi kerak. Bugun sizlarga ishonchni hamda texnologiyani birlashtirgan loyiha haqida gapirmoqchiman. Bu aynan Karmon AI. Bu kishi esa Karmon AI asoschilari Habibulloh aka. Bu ilova sizning moliyaviy yordamchingiz. U sizni tinglaydi, tahlil qiladi, hatto xarajatlaringizni rejalashtiradi. Barcha ma'lumotlar maxfiy himoyalangan. Sun'iy intellekt esa sizga faqat foydali tavsiyalar beradi. Bu faqat foydalanuvchi uchun emas, balki investorlar uchun ham signal. Ma'lumotlar xavfsizligi, AI integratsiyasi hamda fintech bu uchlik hozirda eng tez o'sayotgan trendda. Karmon AI jamoasi o'z texnologiyasini jahon standartlariga moslashtirgan. Bu esa uni global bozorga chiqishi uchun ideal qiladi. Potensial katta, talab tayyor, g'oya esa ishlayapti. Shu kungacha Karmon AI venture fondlaridan $50 ming investitsiya jalb qilgan. Hurmatli investorlar, sizda moliyaviy ishonchni yaratadigan texnologiyaga sarmoya qilish imkoniyati bor. Siz ham shu loyihaga investitsiya qilmoqchimisiz? Unda quyidagi raqamlarga aloqaga chiqib, batafsil ma'lumot oling. Investitsiyaga oid foydali videolarni kutib bormaslik uchun menga obuna bo'ling.